Klinik gipnoz, tibbiy gipnoz yoki terapiya gipnozi ham deb nomlanadi. Bu usulda inson tanasidagi psixologik va jismoniy kasalliklarni davolash uchun zamonaviy tibbiyotga yordamchi yo'nalish hisoblanadi. Klinik gipnoz orqali quyidagi kasalliklarni davolash mumkin: ko'z, yurak, qon kasalliklari, oshqozon, tayanch harakat kasalliklari, bo'g'im, teri kasalliklari, farzandsizlik, yomon illatlar, ya'ni chekish, ichish va hokazo, vaznni kamaytirish, semirish, omma oldida gapirishdan qo'rquv, tashvish, bog'liqliklar, duduqlanish, ovqatlanish bilan bog'liq muammolar, hayotiy energiyaning pastligi, bolalik davridagi bulutlar, motivatsiyani oshirish, sevgi va o'lim azobi kabi muammolar bilan chuqur ishlash va bartaraf etish mumkin.